biza dahshatli darknetlarga kirib, o'sha qotil klovlarni yana chaqirib ko'ramiz. Rossiya 5-qismi. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadingiz. Biz rostdan ham o'sha dahshatli darknet saytiga yana kiramiz. Va esingizda bo'lsa, klovlardan biri Gambitni ham klonga aylantirmoqchi edi. Va biz endi bildikki, Gambitni klonlikdan qutqargan narsa o'sha chekkovli o'yinchog'ini ichida ekan. Va endi bu videoda biz mana shu o'yinchog'i ichidagi narsani topib, Gambitni klonlikdan qutqarishga harakat qilamiz. Va barcha savollarga javob topish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Shimadani nima qilasan? Kim bu? Qamasanmi bilasanmi? Nimaga chiqasan? Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi? Joziba. Men oxirgi paytlarda hech nimadan qo'rqmay qolganim uchun dunyodagi eng xavfli bo'lgan Darknet saytiga meni qo'rqitishlari uchun 10 million so'm berdi. Lekin ular men kutganimdan qattiqroq qo'rqitmoqchi bo'lishdi va meni do'stimni o'g'irlab ketishdi. Va endi esa do'stimizni qutqarish uchun tunni yovvoyi o'rmonda o'tkazishimiz kerak. Albatta bu narsa biz uchun juda qo'rqinchli va shuning uchun ham bu narsani suratga olishga qaror qildik. Agarda hamma narsani tushungan bo'lsanglar, video boshlandi. Va xushvaqt do'stlar, hoziroq Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunaqa masshtabli video men YouTube kanalida hali bo'lmagan. Ya'ni men rostdan ham o'zimni qayta xavfga qo'yaman. Va ishonavering, bu narsa menga yengil bo'lmayapti, o'rtoqlar. Va xushvaqt sizlarga yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Do'stlar, bilsanglar, salkam 2 haftami, 3 hafta oldin 2 million bo'lganda va o'sha oradan kam vaqt o'tdi va biz 2 million 100 ming chiqarishamiz. Bizda o'sish nereal tez bo'ldi. Shuning uchun ham albatta o'rtoqlar videoni o'tkazib olmanglar. Yaqinda chet eldan ham videolar chiqadi. Shuning uchun ham albatta like-ni bosib tashlaylik. Va nimaga aynan like bosish kerakligini video davomida tushunib olasizlar. Va aytgancha, men videolarim avval bilan yaxshiroq ketadi. Oy. Agarda like-ni bosib obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bo'lmasa video boshlandi. Sizlar mendan so'ragan qo'rqinchli video. Va endi do'stlar, biz haqiqiy o'rmonga keldik. Va bu videoda do'stlar, men bilan Gambit aka va Maqsudjon bor. Chunki biz Sardor topishimiz kerak. Eng qizig'i mana bu yovvoyi o'rmonda bizani nima kutayotganini bilmaymiz. Tashab ketaveringlar Sardor. Nima qizig'i bor, qiynalib. Tasavvur qiling, men bir qo'rqishim uchun 10 million berdim. Yo'q, men ketdim. Ну qamaylar, bo'lmasam biz o'rmonga keldik. Ну давайте o'rmonda ham выживание qilamiz. Ya'ni jon saqlab qolamiz. Va bu uchun albatta mana shu joyga, bitta chodir quramiz. Let's go. Balkim просто Sardor o'rniga maxsus yo'qotib olishimiz kerakdir. O'ligini topsa-ya Sardorni. O'xti. Ha? Bular nima? Oddiy gapiryaptim bu gapni. Stop. Oramizda kunda chodir qurishaylik. Yo'q. Men birinchi marta o'rmonga kelyapman. Darknet 5-qism. Gambit klonga aylanadimi?